Shu suvni ta'rifini eshitib dam olishga keldik. Biz dugonam bilan mana shu sanatoriyaga dam olgani keldik. Kasalliklardan, oshqozon, me'da yo'lida, ichak yo'llarida, jigarda gepatoz bor edi. Oshqozon, ichak yo'llaridagi muammolarimizni hal qilish uchun shu suvni ta'rifini eshitib dam olishga keldik. Allohga shukr, mana bugun 4-kun kelganimizga suvlarga tushib, vannalar qabul qilib, shu yerdagi lecheniyalarni, muolajalarni qabul qilyapmiz. Bu yerdagi shifokorlar bizga ko'rsatayotgan mehr muhabbatlari cheksiz. Bulardan Nazokatxon, Zamiraxon juda ham xushchaqchaq, yaxshi fe'lli, mehmonlarni hurmat qiladigan, hurmatimizni joyiga qo'yib qo'yishyapti. Bundan biz juda ham xursandmiz. Shifo Allohdan. Sababchi shular bo'lar ekan, avvalasi hamma shu yerda yotganlarga Allohim o'zi shifoyi komil bersin. Shuni qatorida bizga ham hammalaridan juda ham xursandmiz. Kelinglar, dam olinglar, davolanib ketinglar. Ertalab chiqib shu Allohning mo'jizasi bo'lgan suvlardan qabul qilib, suvlardan ichib, madanli suvlar yengil his qilyapmiz o'zimizni. Kelinglar, sizlarga ham taklif qilamiz. Juda ham yengil bu yerdan chiqib ketayotgan sheriklarimiz ham o'zlarini juda ham yaxshi his qilyapti. Mana bugun 10-kun bo'lgan sheriklarimiz ham bor ekan. Rahmat, hammalariga rahmat. Hammalaringizni shu sanatoriyaga chaqirib qolamiz.